Atigi 26.900 dollarga, paydada 60.000 dollarga sotilgan ushbu BYD tank mashinamiz sotuvga keldi. Mashinamiz xato nuqson kamchiliklari yo'q, kraskalari top-toza. Mashinamiz ikkita motorli, to'liq elektrovariant. Mashinamizga qilingan ishlardan 4 yumshoq balon, tonirovkalari bor. 360 gradus kamera, mashinamiz 4 ta vidushi, ya'ni to'rala balonlarni ham tortadi. Beskluchovoy dostуп, tonirovka razresheniyalari 10 yoki 11 oy mavjud. Korishnevoy rang salon, perforatsiya qo'shinli, obduf, obogrev, hamma funksiyalari mavjud. Besprovодной зарядка. Salon qismi полный laminatsiyada, hattoki o'rtalarida kalcho'lari ham laminatsiya qilingan. Arshivkalari, oyoqlarining taylari ham полный laminatsiyada polilar solingan. Katta monitor, panorama lyuk, korishnevoy rang salon, obduf, obogrev, hamma funksiyalari mavjud. Mashinamiz семейный, 3 qator, o'rtalari полноценный bo'ladi. 3-qatorlari ham mavjud, dissideniялari, 910 klimat kontrol, o'zini komplektatsiyasida chiqadigan BYD tomonidan berilgan, o'zini zaryadniklarini ham qo'shib beramiz. Mashinamiz 2 ta motor, to'liq elektrovariant, polilari bor. Atigi 57.000 km masofa bosib o'tgan, lekin ichlari ham, kuzovlari ham ideal holatda turibdi, kraskalari top-toza. Balon sostenalari yangida. Mashinamiz oq rangda, bagajlarimiz elektroprivodda, kraskalari toza. Mashinamizga shumka ham qilingan, yumshoq balon, tonirovka, ichra laminatsiyada polilar solingan. Mashina olib minib haydashga tayyor. 57.000 yurga 2021-yil ishlab chiqarilgan. Atigi 26.900 dollarga berib yuboramiz. Karsmir.uz-ga bemalol aloqaga chiqinglar. Ushbu mashinamizning videosini BYD chempion yoki tank qidirib yurgan do'stlaringga tez jo'natib qo'yinglar. Rekorddan ushbu narxga hech qachon hali beri bunaqa narxda BYD tanklar sotilmagan. 26.900 dollar. Karsmir.uz-ga manfaatli takliflar bilan davom etamiz. Undan tashqari yana nalichi mashinalarimiz mavjud.